O'rni kelganda nimanidir ijro qilib bering shu o'sha shoirlardan yo Adham Bekmatovdanmi kimdandir bir. Ya bir o'tiraylik, deydiganlar ko'pda. Ashulachilarga bo'lmasa ham, ashulachilarga ham bo'ladi. Lekin hajviya sohasidan ijod qiladiganlarga, komik aktyorlarga yoki qiziqchilarga, so'z ustalariga o'tirayliklar ko'pda. Chiroyli yozibdilar. Ayo do'st Karimberdi To'ramurod yozibdilar. Ayo do'st, qarindoshlar, biri ko'z, biri qoshlar, damlab qozonda oshlar, qachon bir o'tiramiz. Biror bahona qilib, ota uyda yig'ilib, birovga tiqilib, qachon bir o'tiramiz. Tengdoshlar u ulfatlar, g'animat bu fursatlar, qurib go'zal suhbatlar, qachon bir o'tiramiz. Sinfdoshlar, jo'ralar, yigitlar, to'ralar, o'rnatib zo'r qo'ralar, qachon bir o'tiramiz. Qora qo'chqorni so'yib, go'shtdan tandirga qo'yib, jizdan, kabobdan to'yib, qachon bir o'tiramiz. Vay. Yep, tog'da bo'lsa ham mayli. Bog'da bo'lsa ham mayli. Biror sabab tufayli qachon bir o'tiramiz. Tugamas ish degani, g'am u tashvish degani, barini unutgani, qachon bir o'tiramiz. Dunyolardan uzilib, odamlardek yozilib, yonboshlab yo cho'zilib, qachon bir o'tiramiz. Biz diydorga zor deb, bu dunyosi tor deb, qo'l siltab bor deb, qachon bir o'tiramiz. Men bir choy tashkil qilay, mayli o'zim bosh bo'lay. Aytinglar, qaysi kun qulay? Qachon bir o'tiramiz debdilar. Shu aka-uka endi bir ko'rishib, qachon bir o'tiramiz. Endi hayitdan keyin bo'lsa kerak endi, hayit bayrami arafalarida. Ko'z tegmasin. Ha, bir yo'la hayit bayram.